Mendan ko'pchilik yuzingizga qanday o'qotlar ishlatasiz deb ko'p so'raydi. O'shaning uchun sizlarga bugun ko'rsatishga qaror qildim. Eng birinchi yuzimni mana shu mikrofilm maslada tozalab olaman. Bu yuzdagi makiyajlarni tozalab oladi. Yuzimdagi makiyajlarni yuvib oldim hozir. Keyingi bosqich plyonka. Yuzimni yuvib oldim. Hozir yuzimda hech qanday makiyaj qolmadi. Yuzinglar shunaqa tiniq bo'lib qoladi. Endi 3-bosqich bu toner. Mana shuni ishlataman. Buni yuzingizda 5 daqiqa qoldirasiz. Va albatta yuzni yorqin, tiniq bo'lishi to'liq qatnashgan bor. Mana men o'z boshimchalik qilib 3-10 ketma-ket gazli narsalar ichgandim. Shunaqa yulduzcha paydo bo'ldi. To'g'ri qatnashga har doim amal qilish kerak. Bundan keyin yuzingiz shunaqa tiniq bo'lib qoladi. Mana 4-etapga yetib keldik. Ya 5-etap bu. Ko'rsatuvdagi qora ishlarga, mayda anchillarga ishlataman. Shunaqa narsa. 6-etap esa bu namlantiruvchi. 7-etap bu. Mana shunaqa krem. Buni xohlagan insoningizdan so'rashingiz mumkin. Barcha insonlar bundan faqat yaxshi natija ko'rgan. Aknelarni ustiga suradigan narsa. 5-6 kunda shunaqa zo'r yo'qotadi. Bu meni kechki ovqatlarimda, kunduzgisi ham xuddi shunaqa 5-6 bosqichdan iborat bo'ladi. Faqatgina SPF ishlataman. Men ishlatadigan bitta SPF nomi. Bu Roundlab brendidan. Mana bunisi esa boshqa brenddan. Asosiysi bunisi hozir chegirma narxda. Shunaqa gaplar azizlar. O'ylaymanki sizlarga juda ham foydali bo'ldi.